Nima lekin? Bor. Yo'q, hozir to'xtang. Gulingizni ham bering. Ushlaylar mana buni. Bu meni gulim. Ya, to'xtab turing. Xullas, men hozir butun muxlislaringiz nomidan kelganman. Bitta savol beraman, yo ha deysiz yoki yo'q. Rayhon yangi konsert beradimi? Hozir aytish kerak. Hozir aytasiz, javobingizni kesmasdan, ulamasdan shundoq qo'yib yuboraman. Muxlislaringizni hurmati bo'lsa, meni hurmatim bo'lsa, o'ylab, o'lchab javob bering. Javlan aka. Oy, titrab ketyaptimi? Xuddi birinchi marta konsert qo'yayotganga o'xshab. Qo'yasizmi yo'qmi? Konsert. Xo'p bo'ladi. Qachon? Qachon? Xo'p, endi bu yoqni Javlon akadan eshitamiz. Demak, men o'zim kelmadim. Konsert tashkilotchisi har doimgidek Pro Art. Javlon aka keling. Qachon qo'yamiz konsert Rayhonnikini? Yanvar, xudo xolisa. 2026-yil yanvar oyi. Shunaqa ekan. Yanvar oyida xudo xolisa konsert berasiz. Necha kun? 5 kun xudo xolisa. 5 kun? A? Nima? 3 kun bo'lsa, xatir. Mayli, kunini keyin aytamiz. Muxlislarga keyin aytamiz kunini. Xullas bo'ldi. Biz va'da Rayhon 2026-yil va yanvar oyida 3 kunmi 5 kunmi bilmadim u yog'ini. Xullas konsert bo'ladi 2026-yil yanvar. To'g'rimi? Xudo xolisa. Xudo xolisa. Xo'p bo'ladi. Bilsanglar bilarsizlar, Rayhonni muxlislari mendan boshqa hech kim bunaqa javob olib bera olmasdi. To'g'rimi? To'g'ri. O'zi oldinroq kelsam bo'lar-ku oldingizga. Yomon ekansiz. Yomon ekansiz. Nima xalaqit beryapti? Nimani o'ylab yuribsiz siz? Yo'q, faqat xo'p bo'ladi deyman bo'ldi. Mana 5 kun benomi konsertiga keldingiz-da, o'zingiz ko'rdingiz muxlislarning munosabatini, sizni qanchalik sog'inishganini, qo'shiqlaringizni hatto siz kuylamayapsiz, hamma zal kuylayapti. Bunaqa qo'shiqlardan sizdan sandig'ingiz to'la. Agar konsert bo'lsa, menda ham shunaqa bo'lsin, iltimos, muxlislarim. Chunki bu rostdan boshqacha o'sha ощущение edi. Sizda qachon bunaqa bo'lmagan? Sizda har doim shunaqa bo'lgan. Lekin bo'lgan. Rahmat hammaga, rahmat. Xudo xolisa, va'da beraman. Rahmat. Va'dani oldik, bo'ldi Rayhon. Ko'p bezovta qilmanglar Rayhonni endi. Bu yoqgi konsertga tayyorgarlik ko'rish kerak. Yanvarda konsert. O'zim issiq sovuqdan xabar olib turaman. Qalay bo'lyapti jarayon, qalay ketyapti, nima yangiliklar. Mendan eshitasizlar. Xullas, bu yog'iga konsert. Xudo xolisa. Kutmagan edim rostdan. Biz kutgandik. Biz bilgandik. Rahmat. Charchamang, endi ketsangiz bo'ladi. Rahmat.